proposal taklif, taklif, development project. Development yani yükseliş. Loyihani yükseltirish uchun. Includes city election ballot. Include o'z ichiga oldi. Nimani? Shahar election ballotini. To'g'ri. Election ballot tarjimasi kerak emas. Local TV station reported. Local TV. Local degani mahalliy. Mahalliy TV report. Report nima edi? Report hop sukunat alomat Rizo. Hisobot. Rahmat. Report ya'ni hisobot. Hisobot berdiki 6 marta ko'p odam voted ovoz bergan. Favor of proposal ya'ni taklifga 6 marta ko'p odam ovoz bergan. Odamlar qaysiki ovoz bergan? Against. Hop. Menga aytadi against. Muborak. Nima degani against? Osiyo. Hop. Ana shunaqa tayyorlamaysizlarda. Shunaqa qilasizlarda. Hop, kim biladi? Qarshi. Rahmat. Yaxshi, bir kishi bo'lsa ham harakat qilyapti. Qarshi. Ey, sizlar ko'rganmiz oldin. O'shaning uchun yodlaylik, iltimos. Bo'lmasa bo'lmaydi. Unga qarshi ovoz berganlarda, demak, unga qarshi ovoz berganlarda nima? Necha marta ekan? 6 marta ko'p odam ovoz beribdi. Demak, men bildimki, bu loyiha uchun x odam qarshi bo'lgan bo'lsa, 6x odam rozi bo'libdi. Bu local TV, ya'ni mahalliy TV'larning hisoboti. Endi agar 1770 ta ko'p odam ovoz bergan bo'lsa, favor of proposal taklifga, ya'ni taklifga shuncha ko'p odam ovoz bergan bo'lsa, then bu qaysiki ovoz bergan? Qarshi taklifga. Demak, taklifga qarshi ovoz berganlardan 1770 ta ko'p odam ovoz bergan bo'lsa, demak, men rozi bo'lganlardan qarshi bo'lganlarni ayırsam 1770 ta bo'lsa, nechta odam ovoz bergan? Qarshi taklifga, ya'ni taklifga rozi bo'lmagan. Ya'ni xning so'rog'iga. Hop, demak, 6x dan x aytsam 5x teng 1770 va bu yerdan x topsam 1770 ni 5 ga bo'lib olaman. 3880 chiqarib tashlasham 1770 380 chiqardi. E 354 ekan. Okey. 354. 354. Demak, 354 modda taklifga qarshi bo'ldi, ya'ni rozi bo'lmadi. Tushundikmi? Yoki tushunmadikmi? Tizma beribdi. Figure not drawn to scale. Hop. Bu aytyapti. Chizma aslida emas. Ya'ni o'xshatib tuzilgan degani bu. Ana. Figure not to drawn to scale. Ya'ni mos o'lchamlariga moslashgan. Hop.
Figurada parallel A va B chiziqlar kesishgan chiziqlar C, D edi. Demak, A va B parallel chiziqlar nima? C, D, E lar bilan kesishgan. Agar x = 4 v teng shu v katta x bo'lsa, qaysi gap about y haqida da y va z haqida must be true, ya'ni to'g'ri bo'lishi kerak. B bo'lmoq. Demak, to'g'ri bo'lishi kerak. Y va z. Xo'p, demak, qaranglar. Menda x = qani x. Xo'p, aytaylik ekan. Va v 127. Xo'p. Va endi v katta x dan. V katta x dan. V katta x dan. Qani v, qani x. Xo'p. Demak, x 54 bo'lsa, bu bitta katta olim 55 dedim. Demak, bu 55. Xo'p, endi z bilan y solishtiramiz. Qaranglar. Xo'sh. Men manet 127 bo'lgandan keyin manet ham aniq 127 bo'ladi. Nimaga? Mana bu A bilan B parallel. Endi mana bu burchak. Bu 127 bo'lgandan keyin bu 53 bo'ladi. Qo'shsam 180. Endi qaranglar. 55, 53 chetdan z ni topaman. Ya'ni mana z nima hosil bo'lib qoldi? 3 burchak. Ya'ni 3 burchak. O'xshatolmadim. Ya'ni mana bunday, bunday va bunday 3 burchak hosil bo'ldi. Shuniga chetdan z ni topsam 55 ga qo'shaman 53 da qo'shaman z ni. Tem 180 va z ni topsam 180 dan ayiraman 108. Z teng 72. Ana. Bo'ldi. Endi y. Qarang. Endi bu kerak emas menga, o'chirib yuboraman. Xo'p. Mana 127 bo'lsa, mana topsam bo'ladi. Endi ikkalasi qo'shni. Bu 53 bo'ladi. Mana 54. Mana y bo'lsa, ichkari ham y. Endi qarasam, mana bu joyda nima bo'lib qoldi? 3 burchak. Mana. Endi bu 3 burchakda ham ichki burchaklarga yaqinligi nima? 180. Ya'ni 53 qo'shib 54 qo'shib y 180. Bitan y topsam 180 dan ayiraman 107 ni. Endi bitan y topsam 73. Ana. Bu nima chiqdi? 73 chiqdi. Narigachi 72 chiqqandi. Demak, nima bo'ldi? Y katta ekan z dan degan javob bo'ldi. Demak, y katta ekan z dan. B javob. Tushundikmi? For a given function fx. Fx funksiya uchun, ya'ni bu a va b integer. Integer degani butun son. Butun sonlar. Shu bo'lsa, nima bitta mumkin bo'lgan qiymati a qo'shib bni. Demak, a qo'shib bni possible, nima mumkin bo'lgan qiymatini topdi. Xo'p. Demak, qaranglar. Men grafik tashlayman.
Demak, qanaqadir bunday kvadrat funksiya bo'lgan va hop, endi -21 qo'ysam, -21 qo'ysam, bunday chizaylik, o'zgartiraylik, jichcha o'zgartiraylik. Hozir o'xshamay qolibdi. Bittanisiga e'tibor bermabmiz. Endi bu tomonda ekan. Endi ahamiyati yo'q edi-yu, mayli. -21 qo'ysam, nima ekan? -21 qo'ysam, bitta 0 dan katta ekan. Ya'ni emas. Y 0 dan katta qiymat bilan mana shunga to'g'ri kelyapti. Va -15 qo'ysam, endi bu ora deymiz. Orada deydi. Nimaga? Yo'q, bu ham emas ekan. Mana bu joyda -15 olsam, buni qo'ysam taxriban qiymati 0 dan katta. Nechidir bilmayman. Va -18 qo'ysam, u 0 dan kichkina ekan. Ya'ni uni qiymati mana bu joyga mos keladi. Hop, endi aytyapti. Mana u A va B. Mana bu joy. Mana bu joy. -A. Mana bu joy -B. Nimaga? Bular nuqtalar, ildizlar. X1 bilan X2. Demak, -A bo'lishi mumkin. -A bo'lishi mumkin. -21 dan katta, -18 dan kichik. Hop, -B bo'lishi mumkin. -18 dan katta, -15 dan kichik. Ana. Endi tepadagini minusga bo'lib yuborsam, 21 katta A, kichik 18 bo'ladi. Pastga ham minusga bo'lib yuborsam, 18 katta B katta 15 bo'ladi. Ana. Demak, A'ni qiymatlari bo'lishi mumkin. Nima bo'lishi mumkin? 18 ga katta. 19 bo'lishi mumkin. 20 bo'lishi mumkin. Ammo 21 bo'lmaydi. B'ni qiymatlari bo'lishi mumkin. 16 bo'lishi mumkin. 17 bo'lishi mumkin. 18 ham bo'lmaydi. Ana. Endi mendan so'ragan nima? A qo'shib B degan. A qo'shib B degan. Demak, agar men qo'shaman ixtiyoriy. 19 qo'shuv 16 bo'lishi mumkin. Qo'shsam 35. 19 qo'shuv 17 bo'lishi mumkin. 19 qo'shuv 17 bo'lishi mumkin. 36. 20 qo'shuv 16 bo'lishi mumkin. 36. 20 qo'shuv 17 bo'lishi mumkin. 37. Demak, A qo'shuv B bo'lishi mumkin ekan. 35, 36, 36, 37. Ya'ni shu uchala javobdan bittasi. Demak, xohlasalaring javob qo'yib 35 ni olinglar. Xohlasalaring 37 ni olinglar. Xohlasalaring 37 ni. Farqi yo'q. Demak, uchalasidan nimasi? Bittasi. Tushundikmi?